Para 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 para. His honor so glorious, peacefully full of love, made up of brilliant shining stars in the sky. A spirit of light Lord journey, his body like the moon. He was the light and brilliance we follow. He was the light and brilliance we follow. Men eng zo'r musulmonman. Oho! Eng zo'r. Ko'rinishingga gap yo'q. Yo'q. Ha, qo'ysenchi, seni biroz uqalab qo'ymoqchi edim. Qanday katta, kuchli mushaklar. Yo, kerak emas. Kel uyni tozalab beraman. Shunda bu seni dunyodagi jannating bo'ladi, shunday bo'ladi. Yo. Uf. Men buni keyinroq o'zim qilaman. Nima? Uni joyiga qo'yib qo'y. Tozalamayam, pishirmayam, yuvma va tomni ham ta'mirlama. Shunchaki yaqinlashma. Xavotir olma, eng zo'r. Musulmonlar bir-biriga yordam beradi. Nima? Oho! Hozir nimalarni rejalashtirayotganingni bilaman. Men sening boshing, hayoling, tashqi ko'rinishing orqali bilib olaman. Seni yuzing masjiddagi bo'sh ehson qutisiga o'xshaydi va men buni sotib olmayman. Aha! Qo'ysenchi, eng zo'r. Menga faqatgina $100 kerak. Oho, mana. Sen eng yaxshi musulmonsan-ku, iltimos. Sen boy va kelishgansan. Bu sen uchun hech narsa emas, to'g'rimi? Sen shunchaki PlayStation qarshisida o'tirasan va abrakadabra. Pulning o'zi sen oldinga keladi, do'stim. O'zingga qarab gapirganing yaxshi pungi. Bu shunchaki abrakadabra emas. Hech qachon bunday bo'lmagan. Sendan ishsiz erkakdan farqli o'laroq mening ishimda qattiq mehnatim va fidokorligim uchun haq to'lashadi. Sendek mening pulim uchun yalinadigan bekorchidan farqli ravishda albatta. Sen ishga kir pungi. Tushunarli. Gaping tugadimi, eng zo'r? Hech qachon bunday bo'ladi deb o'ylamagan edim. Sen meni bu yo'ldan foydalanishga majburlading. Bundan yaxshiroq yo'l yo'q ekan. Hey, nima qilyapsan? Unday bo'lsa, men bunga yaqinlashma. Boshqa usuldan foydalanaman. Iltimos. Qo'y vor meni, yig'loqqa qo'y vor dedim. Qo'y vor. Menga qarz berib tur. Yangi oyoq kiyim. Yo'q. Yangi poyam sensiz yasholmayman. Yo'q. Qo'lingni ol dedim, yaqinlashma. Bo'ldi. Ol qo'lingni. Sen Rasulullohga ergashishni xohlaysan-ku, shunday emasmi? Qiyinchiligimni yengillashtirishni xohlaysan, shunday emasmi, eng zo'r? Bu Rasulullohning so'zlari. Bilasan-ku, ularning so'zlari. Iltimos, eng zo'r, menga biroz pul ber. Iltimos, ozgina bera qol. Pul. Yaxshi. Qop. Shimimni tortishni bas qil pungi. Men ham yonimga olishim kerak. Kutib turarsan balki. Albatta, kapitan. U ba'zi qarz yig'uvchilardan ham yomonroq. Do'stim, menga kelasi oyga qaytaraman deb va'da ber. Kelasi oyga. Yaxshi. Sen haqiqatan ham eng yaxshi musulmonsan. Qo'ying. Bir oydan so'ng. Bir necha oylardan so'ng. Assalomu alaykum, eng zo'r. Oho, eng zo'r asalarlardek band. Bu bola. Bolakay. Mug'ombirlik qilyaptimi? Yoki nima ekan? Yo $100 uchunmi? Dasturlash. Nima tayyorlaysan, eng zo'r? Qanday yomon o'yin. $100 olishning 100 xil yo'llari.
Pul hali ham yodida ekanda. Hatto atayin kechiktirgan bo'lsam ham 3 oy kutishim kerak edi. Balki 2 yil, chunki u aqlli odam. Yaxshi uni oldiga kelishdan avval 3 yil kutishim kerak edi. Nima, o'zing bilan gaplashyapsanmi? Bu uzoq sukut nima uchun? Biz nima, komiksdamizmi? Nima? Haligi men haligi men yodimdan ko'tarilibdi. Ha, shunday. Meni esimdan chiqib ketdi. Vaysashni bas qil. Judayam afsusdaman, lekin menda umuman pul yo'q-da. Eng zo'r oilam og'ir vaziyatda qolgan. Nima? Yo'q. Seni bu gaplaringga ishonish qiyin. Men senga ishonmayman. Rostdanmi? Bu nima? Bu nima? Nima bu? Yangi telefon. Xo'p. Unda buchi? Bumi? Yangi oyoq kiyim. Qara. Mana yana pulni qayerdan olding? Xo'sh, meni pullarim qani? Qani pullarim? Yaxshi, eng zo'r. Xo'p, tushunarli, yaxshi. Xo'p. Pullaringni qaytaraman. Qaytarib beraman. Mana hamyonimdan pullarimni olaman, keyin esa hamyonimni ochaman va qulfini ochaman. Qani? Birinchi qulfni ochaman. Hamyonim qulflangan. Mana pulni chiqaraman. Pulni chiqaryapman. Pul chiqyapti. Mana u ola qol. Rol o'ynashni bas qil. Va nihoyat men pulimni oldim, qoyil. Bu yana qanaqa ID? Pungi! Sen eng zo'r musulmon emassan. Yana bir bor urinib ko'r. Demak, haligi quloq sol. Menga biroz pul berib turishingni iloji bormi? Eng zo'r? Menga hozir bu juda ham zarur, bilasanmi? Bular asosiy ehtiyojlar va shunga o'xshash narsalar uchun. Lekin men va'da beraman, kelasi oyga qaytarib beraman, to'layman. Shunday kelasi oyga va'da beraman. Qancha kerak, do'stim? Chamasi $100. $100? Oyning oxirida shuncha pulmi? Tushunarli. $100 mi? Shu punki har doim muammo tug'diradi. U eng zo'rni oila tebratishini juda yaxshi biladi. Hech qanaqasiga unga qarz bermaydi. Bo'lishi mumkin emas. Hoy, eng zo'r o'ylayapti. Go'yo u pulni qarzga beradigandek. Men bilaman. U punkini xafa qilmaydigan yo'llarni o'ylayapti. Hamyonimda ro'parasi $100 bor. Nima? Sen unga pul bermoqchimisan, eng zo'r? Ammo lekin senga bu pul juda ham zarur. Har doim odamlar o'z qadriyatlarini oshirish yoki tushirishi mumkin bo'lgan tanlovlarga duch keladi. Aynan shu soniyada eng zo'r sinovdan o'tmoqda. Xuddiki vaqt sekin o'tayotgandek tuyuladi. U o'zidagi bor mas'uliyat haqida o'ylayapti. O'z fikrlari bilan kurashmoqda. Yaxshilik va yomonlikka doir millionlab sabablar bilan. Shunday bo'lsa-da, uning yuragi xotirjam. Chunki u bir nasihatni yodga oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan nasihat. Qara, u tabassum qilmoqda. Mana do'stim, $100. Ola qol. Eng zo'r. Rahmat senga. Qanaqasiga bunchalik xotirjamsan? Bu hech narsa emas, do'stim. Men Rasulullohning aytgan so'zlarini eslayman. Kimki bir musulmonning dunyoviy tashvishlardan birini yengillatsa, Alloh qiyomat kunida uning tashvishlardan birini yengillatadi. Eng zo'r. Hoy, Punki, mashinamdan foydalanishing mumkin. Mana, zarur bo'lsa foydalanaver. Xo'pmi? Hoy, mana. Meni hamyonimni ol. O'zingga kerak hammasini ol.
Meni pulimdan ola qol. Iltimos, meni pulimdan ol. Rahmat bolalar. Musulmon darajasi oshdi. Siz eng yaxshi musulmonsiz. Men eng zo'r musulmonman. Amin. Amin. Bismi... Amin. Bismi... Amin. Amin. Hey! Yana bir marta shunday amin desangiz, shu shirin shapaloqdan tatib ko'rasiz. Ana undan keyin jannatga kirguningizgacha yig'layverasiz. Bu namoz noto'g'ri, eng zo'r. Sen namozda bunday gaplar gapirmasliging kerak, bilasanmi? Seniki ham noto'g'ri, do'stim. Nani? Bolalar! Meni namozimga xalal berishni bas qilinglar. Nega? Siz meni chalg'ityapsiz, ha? Nega? Eng zo'r musulmonga past nazar bilan qarayapsizlarmi, ha? Nega? Endi aminni to'g'ri ayt. Qani tezlash. Qani, Qur'onni o'rganuvchi muqaddas tayoqcha qo'lingga tegmasdan oldin. Uyingga jo'na. Amin deyishni mashq qil. Endi seni navbating. Buni to'g'ri ayt yoki to'g'ri ayt. Qani bo'l. Gapir. Oyijon! Ig'loqi. Muqaddas masjidimga faqat haqiqiy erkak kirishi mumkin. Yo'qol! O'ttiz yildan so'ng. Ular masjidga kelishda xohlashmaydilar. Mana bu bo'sh masjidga qarang. Bu bolalar faqat dunyoni yaxshi ko'radilar. Ular qanday musulmonlar, ha? Masjidga hech qachon qadam bosmaydilar. Bu nimasi, ha? Punki, qo'limni mahkam ushla. Qo'limni qo'yib yuborma. Tushundingmi? Nimaga? Eng zo'r. Bolalarim sen sababli masjidga bormaydi. Qani bu yoqqa kel. Kel, jang qilamizmi? Oy, qo'yib yuborma. Men sen bilan jang qilaman. Jang qilaman. Qo'yib yuborma. Men sen bilan jang qilaman. Eng zo'r. Senga ko'rsatib qo'yaman. Nega g'azablanyapsan, bo'l? Sen eng zo'r musulmon emassan. Yana bir bor urinib ko'r. Voy, Ha? qanday ajoyib bola. Qani, daqiqachi. Mana bu qalpoqchani kiyib ol, kichkina super qahramon. Bu qalpoq seni sovuqqonligini 9 darajaga oshiradi. Qay darajada, amaki? Ko'rdingmi? Mashalloh. Sen yana ham ancha zo'rroqsan, xuddi ulamolar kabi. Alloh buni yaxshi ko'radi. Ayniqsa namoz vaqtida diqqatni jamlaganingda. Bu rostmi? Men zo'r ko'rinyapmanmi, amaki? Ha, nafaqat tashqi ko'rinishing, balki ajoyib fe'l-atvoring ham dadangga o'xshaydi. U namoz o'qiyotganda juda sokin ko'rinadi. Xotirjam, diqqatli, yorqin. Albatta, u meni qahramonim. Xo'sh, endi biz Allohning uyidamiz va yaqinda olamlarning yaratuvchisi bilan uchrashamiz. Men o'ylab qoldim. Juda qiziq. Agar men seni uyingda bo'lsam va dadang bilan gaplashsam va men Amin! 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 Amin!
Agar uyingda shunday qilsam yaxshi bo'lmasdi, shunday emasmi? Ha, siz yugurib bunday qichqirmasligingiz kerak. Bu shovqinli va odamni bezovta qiladi. Demak, men sovuqqon bo'lishga harakat qilishim kerak-a? Ayniqsa Allohning uyi ichida. To'g'rimi bu? Ha. Bugun namoz o'qishga e'tibor qarataylik. Shunday qilib biz eng yaxshi jamoat tanlovida g'alaba qozona olamiz. Ha, menimcha bola tushunmaydi, do'stim. Ajoyib fikr. Ishonchim komilki, bu bola bizni g'alabaga olib keladi. Men uning salohiyatini ko'ryapman. Uning ko'zlari, ruhi. Unda eng zo'r musulmon bo'lish uchun yonayotgan ruh bor. To'g'rimi, yigitcha? Nima deysan? Ha, men eng zo'r musulmon bo'lishdan juda xursandman. Xo'sh, sen eng zo'r musulmon bo'lish uchun juda kichkinasan, bolakay. Og'zingni. Senga aytsam o'g'lim, senda salohiyat bor. Bu amakilar ham buni his qilishlari mumkin. Biz buni qila olamiz. Diqqatimizni namozga jamlaylik. Meni qo'limdan keladi, dada. Mana ko'rasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mashaalloh. Sen ajoyib namoz o'qiding. Sening omining juda zo'r. Barakalla bolam. Alloh albatta duolarimizni sening bunday zo'r omin bilan yopishing bilan ijobat qiladi. Ertaga yana birga bo'lib o'qiymiz, xo'pmi? Assalomu alaykum, bo'lajak rahbar. Siz uni rahbar bo'la oladi deb o'ylamaysiz-ku, to'g'rimi? Og'zingni. Dadajon, men kuniga 10 marta masjidda namoz o'qishni xohlayman. 5 marta o'qiladi bolam. Ammo xohlasang kuniga 100 marta masjidga olib boraman. Shunday qilib, sen masjidni yanada yaxshi ko'rasan. Musulmonlik darajasi oshdi. Sen eng zo'r musulmonsan. O'ttiz yildan so'ng. Janob prezident, ular tayyor. Masjid to'la. Allohu akbar. Ko'rdingmi? U ajoyib rahbar bo'lishini aytgandim. Men eng zo'r musulmonman. Qanday qilib yomon so'zlardan tiyilish mumkin? Qo'rqma, og'ayni, u unchalik og'rimaydi. U shunchaki chumoli chaqqanday bo'ladi. He, bo'lishi mumkin emas. Bundan kim qo'rqyapti? Shu kichkina mitti ukoldan-a? Axir men kichkina qo'rqoq bola emasman. Voy, xudoyim. Bo'ldi, yetar. Voy. Bu nimasi jinosin yo'lini? La'nat. Voy, la'nat. Voy. Punki. Og'zingga ehtiyot bo'l. Bu og'zing bilan qaytib bunday yomon so'zlarni gapirishni o'ylama ham. Sen o'zingdan uyalishing kerak. Qara, sen shifokorni noqulay ahvolga solib qo'yding. Ha, seni nima qilsam bo'ladi, ha? Ofitser, nega menga bunday qilyapsiz? Bilasizmi? U og'ritadi. Keling, shifokor, shunchaki unga ukol qiling. So'kinish darajasi. So'kinish darajasi. Sen eng zo'r musulmon emassan. Yana bir bor urinib ko'r. Qo'rqma, Punki, shunchaki uni bismillah bilan bajar. Allohga ishon. Xo'p, Jen. Men buni Allohga qoldiraman. Iltimos, meni xatolarimni kechir. Bu shunchaki vaksina. Nimaga? Nega bu o'lim jazosiga o'xshaydi? Sen yaxshisi jiddiyroq bo'lgin. Quyosh chiroyli bota boshladi. Ha, Jen, menga yaxshilik qil. Iltimos, oilamga g'amxo'rlik qil. Ularga yaxshi g'amxo'rlik qil. Xo'pmi? Iltimos. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Bu shunchaki vaksina uchun ukol. Bu seni o'ldirmaydi. Bolalar, nima bo'lyapti o'zi?
Nima bu? Nima bo'lyapti? Qayerdadir kamera videoga olyaptimi? Bu hazilmi? Men umuman nega bu yerdaman o'zi? Men nima qilishim kerak? Ah, alhamdulillah, kimdir kelyapti. Janob Nozir, menga bu bolalarni uyg'otishga yordam bering. Shunday havoda men sizdan uzr so'ramoqchiman, janob Nozir. Sizga va'da beraman. Men doim guvohnomamni olib yuraman. Agar ertaga quyosh chiqqunicha tirik qolsam, U nimaga yig'layapti? Janob Nozir yig'layapti. Nega bular yig'layapti? Bu hazil bo'lish kerak. Okajon, tayyormisiz? Nega men xafa bo'lyapman? Gunohlarimni eslayapman. Bu haqiqatdan ham emlamami? Zahar emasmi? Ukol qilsam hech narsa qilmaydimi? Menga farqi yo'q. iltimos, barcha gunohlarimni kechir. Nega men ham yig'layapman? Men gunohkorman. Odamlarga zarar berganman. Odamlarga yomon gapirganman. Yomon so'zlarni aytganman. Agar menga imkon bersang, men yangi inson bo'lishga senga va'da beraman. Punki, Iltimos, men va'da beraman. Yaxshi. Punki! Lazzatlarni barbod etuvchi o'limni ko'p bora eslanglar. Sen buni uddalading, Punki. Ha? Alhamdulillah. Nega? O'limni ko'p eslaganlar 3 narsa bilan mukofotlanadi. Tavba qilishga shoshilish, qalbga qanoat bag'ishlash va ibodatga ishtiyoqning kuchayishi. Siz eng zo'r musulmonsiz. Men eng zo'r musulmonman. Eshikni qanday ochish kerak? Payg'ambarimiz har qanday yaxshi amalga past baho bermang deb aytganlar. Odamlarga suv ulashish, birodarlarimizga yaxshi muomalada bo'lish yoki bir xurmoni baham ko'rish. Yaxshi amallarning juda ham oddiy bo'lishi meni haqiqatdan ham ruhlantiradi. Demak, maqsad aniq, yaxshilik qilmoqchiman. Mana buvijon, keling, men sizga yordam bera qolay. Ochila qol. Bismillah.
Men hech qanday yaxshilik qila olmayman. Mayli o'g'lim, qo'lingdan kelganini qilding. Bu maxsus eshikni marhum xo'jayinim yasagan men uchun. U qo'l mehnati bilan yasalgan narsalarni, videolarni ko'p ko'rardi. U faqat meni xavfsiz bo'lishimni istagan. Lekin bu qutilarni olib kirishda ko'maklashishim mumkin. Albatta buvijon. Rahmat bolajonim. Kechirasiz. Men eng zo'r musulmonman. Bolangizni qanday tarbiya qilasiz? Sen hattoki ismimni aytishga ojizsan. Ammo oyi, men bor kuchim bilan harakat qildim. Imtihon javoblarimga qarang, hammasi a'lo-ku. Meni o'z oyingni aldashga uyalmaysanmi? Unday bo'lsa, bu nima? -B. Qanday sharmandalik. Bu qon taqlilik-ku. Bahona qilma. Yaxshi. Agar juda ham aqlli bo'lsang, mana bu misolni javobini topchi. Bu sen uchun oson bo'lishi kerak, shundaymi? Hatto Nobel sohibi ham buni ishlay olmaydi. Ammo bu variantlik test. Demak, javobni shu variantlar orasidan tanlayman. Shunaqa? Menimcha javoblarni ko'ryapman. Yo'q. Baja. Yo'q, bu ham xato. Seni tanlaymiz. Bilim hech qachon pand bermagan. Sen juda ham aqllisan bolajonim. Nega doim shunday qilmaysan? Alin Vatim. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Hali ham meni eslaysanmi? Markona. Albatta, seni eslayman. Biz boshlang'ich maktabda raqib edik. Men har doim matematikadan zo'r edim. Lekin u har doim sinfda birinchi o'rinda bo'lardi. U meni bu fan bo'yicha har doim yutardi. Ammo men sportda ham doim ustun edim. Biz har kuni u bilan raqobatlashardik. O'ylab ko'rgan barcha sohalarimizda bellashardik. Ikkimiz ham yutish, hayotda muvaffaqiyatga erishish juda muhimligini bilardik. Afsuski, oxir-oqibat kim yutganini hech qachon bila olmadik. Chunki men boshqa joyga ko'chib ketishga majbur bo'ldim. Lekin shuncha yildan keyin biz yana uchrashdik. Nihoyat, tasodifni qaranglar. Bu g'aroyib-ku. Matematik masala. Qiziq. Jarvo, ularga o'z mahoratingni ko'rsat. Xo'p, oyijon. Fizika, san'at, geologiya va elektr loyihasi. Ammo men eng faxrlanadiganim ijodiy yozuv loyihasi. Shunaqa. Jarvo, sen ajoyibsan bolajonim. Tayyorlan Markona. Sen bilan bellashamiz. Jang.
Meni bolam albatta yutadi. Xudo oldin men seni mag'lub qilganimdek. Men bu kunni yutkazgan kunimdan beri kutyapman. Men o'g'lim senikidan kuchli ekaniga ishonch hosil qilishni istardim. Shuning uchun uni to'g'ri ovqatlantirdim, qattiq mashq qildirdim. U eng tezkor va eng zo'r. Men bu bolaga yutqazmayman. Mening natijam 100%. Men to'liq tayyorman. Onam hali mendan faxrlanadi. Qani olg'a! Qani bolalar tayyorlaninglar. Hamma tayyorlansin. Boshladik. Xo'sh, hisob tenglashtirin vatsi. Oldin sport o'ynaganimizda doim yutqazardim. Endi esa tengsizman. Markona! Men bu onni qancha kutganimni bilsang edi. Qani olg'a. Kel, buni tugatamiz. Yakuniy bahs hamma narsani hal qiladi. Ko'ramiz. Men seni avvalgi musobaqalaringni ham doim kuzatganman. Agar eng zo'r bo'lmoqchi bo'lsangiz, men qanday hal qilishni bilaman. Voy! Ajoyib! Xuddi anime sahnalariga o'xshaydi. Simyog'ochni tepasida turishinichi? Xo'p, bobo. Biz sinovga tayyormiz. Yaxshi. Juda sod. Endi kim menga shu ustundan tushishga yordam beradi? Bu yer juda ham baland. Yordam bering. Yordam! Yordam bering. Yordam. Yordam bering. Yordam bering. Men juda qo'rqib ketyapman. Jarvo, ishga kirish. Kel, narvani olib kelib uni tushiramiz. Yo'ldan qoching. Men yog'in mashinasini olib ketyapman. Haydovchilik guvohnomasini qayoqdan olding? Olmaganman, oyijon. Xo'p, ehtiyot bo'l o'g'lim. Uni ko'zdan qochirma. Boboni qutqar. Xo'p bo'ladi oyijon. Qo'y, bobo! Arqonni ushlang! Va o'ngga silji. Xudoyim. Bu juda qiziq bo'ldi-da. O'zimni yana boladek his qildim. Sen aqlli bo'lasan. Biz yutdik. Sen bilan faxrlanaman bolam. Shoshmang. Bu hali oxiri emas. Endi men hayotingizdagi eng muhim musobaqani e'lon qilaman. Agar g'alaba qozonsang, eng zo'r odam bo'lasan. Nima deysan, eng zo'r? Ha, haqiqatdan ham bobo. Bizni ikki jangchimiz allaqachon arenaga chiqishdi. Ular qo'lqopsiz, shlemlarsiz yoki har qanday himoya vositalarsiz kurashadilar. Lekin ular axir bolalar-ku. Bu ular uchun xavfsizmi, eng zo'r? Albatta. Ular Qur'on tilovat qilish bo'yicha bellashadi va eng zo'rini aniqlashadi. Qani boshladik. Yo'q, biz tamom bo'ldik. Tamom bo'ldik. To'xtating, to'xtating, iltimos, to'xtating. Nima? Siz ularni sinamoqchimisiz? Juda ham yaxshi. Hammasini hal qilamiz. Xo'sh, birinchi ishtirokchi bizga
Al-Ihlos surasini o'qib bera oladimi? Ha, albatta. Sura Al-Ihlos. Shu xolosmi? Boshqa hech narsa aytmaysanmi? Boshqa hech narsa? Ha, shunaqa. Sura Al-Ihlos. To'g'rimi? Yana nimani kutgandingiz? Hozirgina nima bo'ldi? Juda achinarli. U dunyoviy bilimlarni shunchalik yaxshi o'rgangan, lekin haqiqiy bilimni unutib qo'ygan. Eng zo'r nima deysiz? Dahshat. U hatto sura Al-Ihlosni ham yoddan o'qiy olmaydi. Qanday uyat. Bolam esa hech qanday qiyinchilikka duch kelmaydi. Men allaqachon uni kurslarga millionlab dollar sarflaganman. Soliq bilan qo'shib hisoblangan. Soliqlar haqida gapirmasam ham bo'ladi. Sura Al-Ihlosda haligi mayli, men Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Men uni islomiy ta'limga yozdirganman-ku. Biroz kuting, tezda qaydlarimni tekshirib ko'raman. Qani edi? Islomiy. Ha, islomiy kurslar. Mana bu yerda. Shoshma, bu yerda bir izoh bor ekan. Islomiy kurslar uchun juda ham qimmat. Bolani kelajagi uchun saqlab qo'y. Bu yerda nima bo'lyapti? Amin. To'g'rimi? Shunday edimi? Xonimlar va janoblar, buni biz uyat deb ataymiz. Nima? Sen eng zo'r musulmon emassan. Yana bir bor urinib ko'r. Nihoyat yana bir a'lo baho oldim. Ha! Oyijon, qarang, men uddaladim. Alhamdulillah. Sen juda ham zo'rsan, o'g'lim. Shu ruhda davom etgin. Bolajonim, endi seni navbating. Sobiq suzish chempioni, sobiq matematika tanlovi g'olibi, sobiq fizika tanlovi chempioni va endi hafiz bo'lganing bilan tabriklaymiz, Jarvo. Rahmat bolakay. Endi men sendan oldindaman. Eshitishimcha sen Qur'onni 6 oyda yodlabsan. Ajoyib. Lekin men uni 3 oyda yodlashga qaror qildim. Zo'rmi? Xo'p, yaxshilikdan musobaqalashaylik. Albatta, u zotni roziligiga erishish uchun raqobat qilamiz. Qur'onni yod olish eng ulug' amallardan biri. Islom hafizlarga yuqori martaba beradi. Ammo bu katta fidoilik talab qiladi. Oldinda seni maqsadingdan chalg'itadigan ko'plab sinovlar kutmoqda. Sen bu sinovlarga bardosh bera olasanmi? Men doim Allohdan yordam so'rayman. Ishonamanki, uddalayman. Bilaman, bola matematikada juda kuchli, ammo yod olish boshqa mahoratni talab qiladi. Ha, to'g'ri. Bu ham fidoilik, ham katta vaqt talab qiladi. Bolada maktabdan tashqari ham ko'p mashg'ulotlar bor. U buni haqiqatan ham bajara olarmikin? Bilganingdek, bu maktabga kirishdan oldin biz Qur'on bilimlaringizni sinovdan o'tkazamiz. Alloh sen uchun eshigini ochdi, bolam. Boshqa bolalar o'ynashni tanlaganda, sen o'qishni tanlading. Rasululloh haqida menga o'rgatganingiz uchun rahmat. Agar u talaba bo'lganida, doim o'qigan va eng yaxshi ishni qilgan bo'lardi. Muvaffaqiyatsizlikka uchraganingda, sen doim harakat qilding, yana va yana o'rningdan turding. Chunki sen bilarding. Eng muhimi seni harakating, muhsin bo'lishga intilish. Chunki Alloh muhsinlarni sevadi. Alloh uchungina yaxshilik qiladiganlar
maqtovga, shon shuhratga, boylikka intilmaydiganlar. Ular uchun mukofot qo'rquv va qayg'u hissini yo'qotish. Rahmat oyijon, menga muhsin bo'lishni o'rgatganingiz uchun. Alloh sizni doimo himoya qilsin va Alloh sizni doimo sevsin. Xuddi siz meni bolaligimdan sevganingiz kabi. Sizga hafizlar tojini kiydirishimni Alloh menga nasib qilsin. Bizga Al-Ixlosni o'qib bering. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qachonki odam bolasi o'lsa, amali kesiladi. Magar 3 narsadan: joriy sadaqadan, manfaat oladigan ilmdan yoki uning haqqiga duo qiladigan solih farzanddan kesilmaydi dedilar. Men eng zo'r musulmonman. Yo'q. Yana dvigatel o'chib qoldi. Ehtimol bu shamchiroqdan bo'lsa kerak. Mayli, avval masjidda biroz dam olaylik. Yaxshi hamki, aynan masjid oldida to'xtadik. Assalomu alaykum, janob. Siz bu yerlik emassiz, shunaqami? Men aka, ya'ni yo janob. Tasodifan bu yo'ldan o'tib ketayotgan edim va masjidga ham kirishni xohlab qoldim. Shunchaki biroz dam olmoqchi edim. Demak, ichishni yoqtirasiz, ha? Spirtli ichimlik ichasiz, ha? Yo'q, janob, bunday emas. Nima halol va haromligini bilaman, janob. Siz giyohvandmisiz? Ha, shundaymi? Ha? Ha? Narkomanmisiz? Ha? Shundaymi? Yo'q, janob, qasam ichaman. Men ichgan eng kuchli narsa bu Coca-Cola va Mentos. G'alati tuyulsa ham, lekin rost gapiryapman. Qani mototsikldan tushunchi? Mototsikldan tushing, iltimos, tekshirib ko'ray. Xo'sh. Nega masjidga emas, prezident ofisiga kirayotgandek o'zimni his qilyapman-a? Albatta, bu muqaddas joy. Har kim ham kira olmaydi bu yerga. Sizni iyagingiz juda bo'sh ko'rinyapti. Bo'sh? Siz nimani nazarda tutayotganimni tushundingiz. Yuzingiz yetarlicha to'g'ri emas. Nimani gapiryapsiz, janob? Men tushunmadim. Sizning soqolingiz qani? Soqol. Qani? Soqol? Soqolim? Bilasizmi, menda umuman soqol o'smaydi. Mening genim shunday. Siz unchalik ham taqvodor emassiz. Endi boring, namoz o'qing. Shunda soqolingiz o'sadi. Namoz soqol o'stiradimi? Siz tentakmisiz? Barbar, boshliq, hammasi joyida. Faqat bu yangi musulmon ibodat qilmoqchi. Men patrulni davom ettiraman. Namoz o'qimoqchimisiz? O'qing. Ammo men shunchaki dam olmoqchi edim. Namoz o'qimoqchi emasdim. Bu yer juda issiq bo'lib ketdi. Shlemimni yechishim kerak. Nima? Voy.
Voy, nimasi bu? Nima? A? Bu nima? Bu sochlar. Nega? Nima? Siz qanday qilib jur'at qildingiz? Nima bo'lyapti, og'ayni? A? Xavf. Harom. 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 Nega? Nega meni otdingiz, janob? Sizning bunday soch turmagingiz bu masjidda man qilingan. Bu nima bo'ldi? Boshliq. Sen ishdan haydalding. 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 Sen eng zo'r musulmon emassan. Yana bir bor urinib ko'r. Yo'q. Yana motor o'chib qoldi. Ha? Bu yana qanday jannatda yoqimli hid? Wow, og'ayni. U yurib borayotganida fonda musiqa yangrayotgandek. Juddayam zo'r. Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Assalomu alaykum, birodar. Keling, birga namoz o'qiymiz. Siz borib turavering. Yaxshi, birodar. Masjidda ko'rishamiz. Voy, bu inson juda mehribon ekan. Masjidga keladigan odamlarning hammasi juda yaxshi va tinchliksevar. Uzoq yillardan beri bir-birimizni bilgandekmiz. Endi rostdan namoz o'qishni istayman. Aytgancha, bugun ertalab mototsiklimni tuzatish uchun ustaxonaga borgandim va qo'shimcha shamchirog'ini berishdi. Bu shamchirog'i siznikiga mos kelsa kerak. Yo'q, xudoyimi, ayni vaqtida juda zarur edi, birodar. Bu nima? Jannatmi? Jannat ahli uchun bu odatiy hol bo'lsa kerak. Og'ayni, sizga bir sovg'am bor. Zo'r kitobda. O'qishingiz kerak. Wow! Payg'ambar Muhammadga bo'lgan muhabbat haqidagi kitob. Men bunday kitobni ilgari hech qachon olmagan edim. Rahmat, eng zo'r. Axir eng yaxshi bo'lishning siri Payg'ambar Muhammadga ergashishdir. Tabassum qilish, salom berish, sovg'a berish va nasihat qilish. Payg'ambarimiz hatto bizga sochimizga qanday g'amxo'rlik qilishni ham o'rgatgan. Juda ajoyib. Demak, biz bunday Demak, bu soch soxtamidi? Men shunchaki trendga ergashmoqchi edim. Eng zo'r. Trendga ergashish. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam trendiga. To'g'ri aytdingiz, eng zo'r. Payg'ambardan ko'ra zo'r odam yo'q. Uning ta'limotlariga ergashishga harakat qilaman. Rahmat, eng zo'r. Meni Allohga ibodat qilishga va payg'ambar Muhammadni sevishga o'rgatganingiz uchun.
Meni o'zingizga birodar deb bildingiz va menda eng yaxshi jihatlarimni ochib berdingiz. Meni kamsitmaydigan, chin qalbdan aytilgan nasihat uchun rahmat. Alloh sizni jannatning eng yuksak darajasiga kiritishini so'rayman. Amin. Musulmon darajasi oshdi. Assalomu alaykum birodar. Yordam kerak emasmi? Sen eng zo'r musulmonsan. Eng zo'r musulmonman. Qanday ha deyiladi? Salom eng zo'r. Ertaga menga ko'chib o'tishimga yordam bera olasanmi? Xo'p, og'ayni. Ha, ajoyib. Rahmat eng zo'r. Inshaalloh. U ko'p vaqt olmaydi eng zo'r. Mening narsalarim juda ko'p emas. Xo'pmi? Eng zo'r. Ha, seni ko'chib o'tishingga yordam beraman, xo'p? Rahmat. Inshaalloh. Eng zo'r, sen qanday qilib birovga yordam berish harom emas. Bilib qo'y. Ha, bilaman, senga yordamlashaman. Oh, yaxshi, kelishdik. Xo'p. Inshaalloh. Eng zo'r nega? Ha, bilaman, yordam beraman. Ertasi kuni Eng zo'r qayerda qoldi? U kelmaydiganga o'xshaydi. Ey! U kelaman deganmidi? Ha, aytganida. U ha, inshaalloh degandi. Mana. Muammo shunda. Inshaallohning ma'nosini bilasan, to'g'rimi? Albatta bilaman. Bu Xudo xohlasa degani. Yo'q, janob aqlli. Shuning uchun subtitrni o'qishing kerak. Mana. Hoy, mening kelishgan akajonim, ko'chib o'tishimga yordam bera olasanmi? Ha, ertaga yordamlashaman. Inshaalloh. oldindan ha deb qo'yishni xohlamayman. Shuning uchun ertaga vaziyatni ko'ramiz. Akajon, sen kelishing kerak. Menda sen uchun baliqli chipslar bor. Albatta boraman va yordam beraman. Inshaalloh. Yaxshi, chipslar borligi uchun albatta yordam bergani boraman, albatta. Men boshqalar haqida aytdim. Men unda emasman, og'ayni. Ha, mayli. Ko'chishim shart emas. Ruhoniy bo'lmagunimcha shu yerda qolaman. Mening do'stlarim soxta, ularning va'dalari ham soxta. Assalomu alaykum. Nima? U rostdan ham keldi. Bu haqiqiy, inshaalloh. U hech qachon va'dalardan qochish uchun inshaalloh demaydi. Bu juda ajoyib. Juda ajoyib. Sodir bo'lishini xohlagan narsalarimiz uchun inshaalloh deymiz. Shunday ekan, niyatni belgilashdan boshlashimiz kerak. Bu Allohga tavakkul qilishimizni bildiradi. Agar u sizning niyatingizga mos kelmasa, istaklaringiz amalga oshishi mumkin emas. U engashyapti. U qutini ko'tarmoqchi. Qara. U ko'tardi. U haqiqiymi? Men uni haligi gologramma deb o'ylagan edim. His honor so glorious, peacefully full of love, made up of brilliant shining stars in the sky. A spirit of light lodged in his body like the moon. He was the light and brilliance we follow